Buxoro viloyatidan bizning patristik ishlarimiz kuzatib kelarganlar erinmasdan kelibdilar. Shuncha masofadan gap yo'q. Zentra mexanik korobka. Bunda Lenderenzo zavodskoy GBO gaz komplektatsiya turibdi. Mana injektorlari. Hozir bu уже yechadigan sostoyaniyaga kelib bo'lgan. Buni olib tashlab, stak 200 gofas original komplektatsiya qo'yib, programmalarni cho'tki nastroyka qilib beramiz. Mashina ideal ishlash boshlaydi. Yurib tekshirib, tez drive qilib haqiqatan Gentra qanaqa yurish kerak, xuddi shunaqa yuradigan qilib beramiz. Bo'lmasam ketdik, ish boshladik biz. Assalomu alaykum hammaga. Navruz muborak bo'lsin. Mana bular ham kelishdi mana. Patrisda. Davay ketdi hozir mana. Instrumentlarni qo'lga olganman. Sekin boshlaymiz. Bismillah. Kuzatishni davom etinglar. 4-pokoleniya GBO mashina, ya'ni zavodskoy gaz komplektatsiya edi. Bu Buxorodan kelgan mashinamiz. Buni stak 200 gofas komplektatsiyaga almashtirdik, programma nastroykalarni chiqazib bo'ldik. Tez drive cho'tki bo'ldi. Menga juda ham yoqdi yurishi. Endi asosiysi bu klientga yoqish kerak. Hozir bitta haydab ko'rishadi, shu bilan ma'qul bo'ladigan bo'lsa, Buxoroga qarab yo'l olishadi bular. Buxoron qayerdan deysiz? Shofirkondan, Shofirkondan. Mana shunaqa bo'ldi komplektatsiyamiz. 01 original injektor, original gofas komplektatsiya qo'yib berdik. Cho'tki ideal ishlaydigan bo'ldi mashina. Ertalar zavod bo'lganda bunda ham o'sha xuddi benzinda detonatsiya holati bor edi. Benzinda tortishida ham siltalashlari bor edi. Gazda ham juda ham yomon ahvollashdi. Zavodskoy komplektatsiya unaqa zo'r yurmaydi. Shuning uchun buni yechib tashlab, dalnishi уже Buxoroda ham ko'rsatib olsalar bo'ladi. Agar nimadir nuqsonlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol shifoxonaga tushirsalar bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa muammo bo'lsa, mana bizga Jizzax avtomobilga murojaat qilasizlar. O'zi bitta narsada mana biza mashinani programma qilib, nastroyka qilib berganimizdan keyin klientga topshiramiz mashinani. Hozir bularga aytib turdim mana. Shu topshiramiz, mashinani bitta haydab keladi klient. Klient tushishiga e'tibor beramiz. Agar tabassum bilan tushsa klient, mashina 100% yoqqan bo'ladi. Mana bu kishida xuddi shunaqa narsa bo'ldi mana. Yo'l zakoni. Kerakli maslahat beramiz. Cho'tka, maza qildinglar. Oq yo'l sizlarga, yaxshilikda ko'rishaylik. Mayli. Berganga rozi bo'linglar, biz ham mehnatga rozi. Salomat bo'ling. Oq yo'l. Bugun jumaga to'g'ri kelib qoldi, shuning uchun sal cho'zildi ishimiz. Rahmat. Salomat bo'ling, oq yo'l yaxshi boringlar. Endi biz trekkerni diagnostikasi bilan shug'ullanamiz. Пропуск zajigani bor ishlashida, gazga переключение bo'lishida proval bilan o'tadi. Avtodiagnostika programmering ishlari uchun bemalol murojaat qilasizlar. 1-aprelda kurs boshlanadi. O'rganaman deydiganlar tez murojaat qilamiz Telegram sahifasiga. Mana Telegram qoldirib qo'yaman men. Salomat bo'linglar, past-pastga qilishni unutmanglar.